Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Akmaljon Uz kanalining ashaddiy obunachilar, akalar, ukalar. Biz video syomkalarimizni Namangan viloyat, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz akalar. Hafta kunimizga chorshanba 2025-yil 19-noyabr. Biz Jalol akamni xonadonlarga kelganmiz akalar. Assalomu alaykum Jalol aka. Assalomu alaykum. Dostonbek Kevoldozim. Ha, charchama yangi partiyalar. Aka-ukalar, Xudo xolasa. Dostonbek qo'ylarni bo'g'ozlarga ega. Xudo xolasa. Charchamayapti oldingizmi yangi partiyalarni? Xudo xolasa zo'rlardan kelibdi akalar. Soni nechta Jalol aka beyda? Soni beyda qani? 4 ta. Beyda 10 ta bitta qo'chqori bor. Qo'chqor alohida narx chiqadi. 10 ta so'liq, bitta qo'chqor a? Qochmoq olib, qochvoryapman. Ko'ryapsiz. Ko'ryapsizlar obunachilar. Qochmoq Xudo olib. xolasa, qo'chqor bilan Qo'chqorimiz yuribdi. liniyasi bor. Qo'chqorimiz zo'ri qo'shilgan ichiga akalar ana. Qo'chqor qo'zi. Qo'zi hali. Mana shu qo'chqor bir ko'rsatib o'taylik, Dostonbek birinchi. Mayli, ko'rsataveramiz obunachilarimizga. O'ta charchagan. Qo'chqorimiz. Qo'chqorni qaranglar, hurmatli obunachilar. O'ta zo'rmi? Qo'zi hali bu Dostonbek. Qo'zi, xudo xolasa. Liniyasi. Bir azrez liniyalari bor, xudo xolasa. Liniyasi bor, buni videolarni qo'shib yuboramiz orasiga. Liniyasi bor Dostonbek. Yuzlarini qarang. Mana quloqlari, xudo xolasa. Sirg'alarni ko'ryapsiz, mana Sirg'alari mana. Xudo xolasa qo'zi ekan aka hali. Qo'zi. O metrda olib berib, metrlab ham ko'raylik. Mana shu qo'chqorni. Hali bu qo'zi. Dostonbek mana chiqqan olishaveradi. Chiqqan olaverasizlar hurmatli obunachilar mana. Mana 95 90 osha, xullas 90 plyusga olaverasizlar, xudo xolasa hurmatli obunachilar. Qo'ylarni xo'sh, bitta 8 kishi bor Dostonbek. Bitta 8 kishi bor. Chekkadagi. Chekkada. O, chekkadagi asha. Ana shuni bitta 8 kishi bor. Ikkita 4 ish qolgan hammasi. Ikkita qo'z bor. Ikkitadan, bitta 8 kishi bor, qolgan 2 kishi 4 kishi ekanda. 4 ish. Xudo xolasa. Ikkita qo'z bor, mana bir jo'q. Ikkita qo'zisi ham bor akalar, to'g'ri qo'zlar, zo'rlar akalar. Mana bu qo'ylar o'zi mana sekin o'zi qochib olyapti, Dostonbek ko'ryapsiz. Mana hurmatli obunachilar. Ishonch hosil qilasizlar. Zo'r. Xudo xolasa zo'rlardan kelibdi bu safar Jalol aka. Hammasi naqd bo'g'oz Dostonbek. Hammasi naqd bo'g'oz. Mana shu qo'yda ko'rib ko'raverasiz. Mana shu ikkitasi qo'zi. Mana shu ikkalasi qo'zi akalar. Qo'zi, tish buzmagan bular. Tish buzmagan qo'zilarimiz. Lobo bittasini ayting, endi o'shayma tishini ochib ko'rsatib beraveraman. Bo'yni o'lchab. Vaqt o'shangash, vaqt ko'raylik. Ha. Mana Dostonbek. Mana. Ko'rdingizmi? Ikki kishi. Ikki kishi. O metrda qo'ying. Metrlab qo'ying. Hurmatli obunachilar, buni ham metrlab ko'rsatib beramiz. Qo'ylarimiz o'ta baquvvat, xolos. Mana chiqqan olishadi. Yerdan obunachilar. Mana 85 plyus. 85 plyusdan chiqqani qolaverasizlar. Chiqqan olishaveradi. Xo'p, endi videoda cho'zmay obunachilarni kuttirmasdan Jalol aka. Bulardan gapga o'taylik. Dostonbek. Bitta gap. Bular narx har xil. Aha. Qo'chqor narxi bo'ladigan narx $1000 beramiz. Qo'chqor $1000 bo'ladigan narx. Liniyasi bor, videolarni tashlab beramiz. Videoni qo'shib beramiz oradan. Qo'chqorni qaranglar. $1000 beramiz. Zo'rdan akalar. Xo'sh, bu yerda ikkita qo'z bor, ikkita qo'zi, mana shu ikkalasi. Mana shu ikkalasi qo'zi. Bitta ushlab ko'rsatib qo'yinglar shu qo'zilarni ham. Ikkalasi bir xil ekan. O'ta charslar ekan. Burchakka qistirib o'shayman, ko'rasiz. Dostonbek. Buni ham bo'yni o'lchab ko'rsatib qo'yamiz. O'lchab ko'rsatib qo'ying. Tishini ham ko'rsatib qo'yinglar bir. Mana tishlari. Ko'rdingizmi? Hali qo'zichoq. Mana orqalarini ko'rsating qo'yga. Bir azizlar akalar, xudo xolasa zo'r tuyoqlar. Yana bu liniyasi bo'ladigan qo'ylar akalar. Dangalga bu liniyasi bor deb bermagan. Qo'zg'on bilan o'ta chars. Dostonbek chiqqan
Hurmatli Mana obunachilar. 75 plus ekan. 75 plyusda turibdi. Ikkalasi ham bir xil hurmatli obunachilar. Ha. Bitta kichikroq narigisini. Mana. Bittasi mana shu hurmatli obunachilar. Xo'p, qo'zlarimizni narxi birinchisi Qo'zlar bo'ladigan narxi, oxir narxi 5 million 400 dan beraman. 5 million 400 mingdan. Ha, 5 million 400 mingdan. Aha. Qo'ylarimiz 85 plusga beraman, katta qo'ylar. Katta qo'ylar 85 plyusga beraverasiz. Mana qochmagan, qochib olyapti. Aha, mana qo'chqarimiz ko'raverasizlar, ishonmaganlar bo'lsa. Ichida yuribdi. Katta sovliqlar oxir bo'ladigan narxi. Xo'sh, mana mayni ko'rsating, yaqin bo'lgan, mana mana shu qo'y. Mana yaqin bo'lgan ekan. Xo'sh, bu yilin sop qolgan. 4 kishi mana shu qo'y. 4 ushagan ekan mana shu qo'yimiz. Qo'ylar kichina qo'y emas. Ha. Bo'ylari 85 plyus chiqaveradi. Ha. Ha. Kelib tepasida ko'rib olaman degan akalarimiz bo'lsa, lokatsiyalar Telegramda tashlab berishadi. Kelib qo'y tepasida savdolashib olaverasizlar akalar. Xo'sh, endi bular katta sovliqlar narxini aytay doston. Ha, aytavering-chi. Katta sovliqlar oxiri bo'ladigan narx 6 million 700 ming so'mdan dastlabkasi Toshkentga ketaveradi. Dastlabkasi Toshkentga 600 6 million 700 dan, 6 ha? million 700 dan. Mana Oxiri bo'ladigan narx. Mana oqqalardan Ana ko'raveramiz. sog'liq yaxshi. Hammasi yeb ichishlari zo'r. Ha. Xudo xolasa. Kattalarda mana masalan hozir bu yerda 7 ta kattasi bor. Aha. 6 million 700 mingdan biriga ketaveradi. Biriga Ikkita qo'zi uni 5 million 400 mingdan. Mana 5 qo'chqarni million 1000 400 ming. dollarga beramiz. Qo'chqarimiz Ya, qiziqqanlar bo'lsa, Qiziqqan 1000 bo'lsa, dollar mana bor. hozir mana uni qo'yam. Qochmanigan shu qochyapti. ichida. Ha. Ha, masalan buni haligi emas. Lekin liniyasi bor qo'chqarda. Javob liniyasiga. Xolasa zo'r ekan akalar. Qo'chqarimiz bemalol yuzlari Qo'zi o'ta hali. tiniq, qo'zi. Dumbar azizlari ham cho'tki akalar. Yotuvdimda emas, doston. Yotuvdim emas. Ha. Xo'p akalar, kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Sizlar dostonga telefon qilgan odam ishi bitadi. Xudo xolasa telefon qilgan odamni ishini bitiradilar Jalol akam, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilaverasizlar, aloqada bo'laverasizlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.